oilasi notinch erkak ko'chada boshini baland ko'tarib yurolmaydi. Chunki faqat erkaklarning xayoli mana shu ich uyida bo'ladi. Ular emotsiyasini ko'rsata olmaydi. Ular boshqacha biz yig'lab, dramatizировать qilib ko'rsata olamiz. Erkaklar ancha bizni bosiq. Qaynanangiz bilan kelishuvga keldingiz, bu yog'i oson. Chunki sizlar aslida ikkalovingiz birlashib, ikkalovingiz ham yaxshi ko'radigan va sizni ham yaxshi ko'radigan shu inson bitta o'sha sizni turmush o'rtog'ingiz, qaynanangizga o'g'il bo'lgan shu inson uchun yaxshilik qila olasizlar. Aslida man qachonki birlashsanglar, gap tashib, bir-biringlar bilan g'idi-bidi qilmasdan, kechqurun bechora uyga keladi, janjal, oyisini yonini olay desa, bu yerda sevimli xotini bor, sevimli xotinini yonini olsa, onasi xafa bo'ladi. Bu hayot emas, azizlar, bu hayot emas, bu jahannam. Siz shunchaki o'zingizni prinsiplaringiz, o'zingizni kibringiz, o'zingizni men isbotlayman, men mana shu man sirab aslida mana shu bitta erkakni o'rtada sarson qilib, erkakni o'stirishga, qanaqadir hayotda qanaqadir katta muvaffaqiyatga erishishga bermayapsizlar. Sizga aslida eringizning salomatligi muhim emas. Rostini ayting va men ham sizga rostini aytaman. Sizga aslida meningiz muhim. Nega u sizning aytganingizni qilmayapti? Sigaretini bekitib chakyapti, sizni oldingizga kiryapti. Siz nima qilyapsiz? Yana sigaret chakdingizmi? Ha? Mana shunaqa qilyapsiz-da, hidlab o'tiribsiz. Qo'yib yuboring, erkak-ku, bilganini qilsin, nima qilasiz? Shunchaki zavqlaning, uyingizgacha kelganiga, sog'lomligiga, salomatligiga, sizning eringiz ekaniga, shunaqa zo'r ajoyib inson ekanidan zavqlaning, minnatdor bo'ling. Endi o'tirib olib shu bitta sigaretini kovlaverasiz, uxlasangiz ham shuni o'ylaysiz. Nimaga? Bilasizmi nima uchun? Chunki sizning ichingizdagi egoingiz, ya'ni meningiz haddan ortiq shunaqa buyuk bo'lib ketganki, nega mening aytganimni qilmayapti? Nega u siz unga chakma dedingiz va u chakyapti, yana bekitib. Chunki sizni aytganingiz bo'lmayapti-ku. Siz unga aytdingiz qilma deb, u baribir qilyapti va siz onaxon, xuddi biz bolamizga qanaqa taqib qo'yamiz va keyin kutib o'tiramiz-ku yoki kuzatamizku, qanaqa hozir xato qiladi va men uni urishaman. Xuddi shunaqa bo'lyapsiz. Shunaqa. Bilgan odam butun dunyo sizniki, sizniki, qaynana sizniki, butun o'sha oilaning eng suyukli, eng sevimlisi, eng mehrli kelini bo'lasiz. Agar bilmasangiz, ana shu yerda aslida bilmasdan urilib o'rganasiz. Lekin oilada keldingizmi, yashayapsizmi, tashlab ketish, bir qanaqadir muammolar, nizolar chiqsa agar bo'ldi, hayot shu bo'lsa kerak emas deb chiqib ketish bilan ish bitmaydi. Sabr, chidash kerak ozgina va o'qish kerak, azizlar. O'qing, o'rganing, rivojlaning, hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh kamida menda 20 yillik tajribaga ega bir kelin bo'lasiz. Har qanaqa janjal, har qanaqa muammolar aslida bilimsizlikdan, ilmsizlikdan kelib chiqadi. Agar biz bilsak, agar biz mana shu